Payshanba kuni joylarda yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etilib, ularning fikr-mulohazalari, takliflari o'rganilyapti. Prezidentimizning topshirig'iga ko'ra, Respublika Milliy bank rahbariyatining Shahrisabz tumanida qashqadaryolik yoshlar bilan uchrashuvi ham har tomonlama samarali bo'ldi. Tadbirda 9 ta oliy ta'lim muassasasining 4340 nafar talabalari offlayn hamda onlayn tarzda qatnashdi. Dastlab prezidentimizning yoshlar bilan uchrashuvida ko'tarilgan masalalar, ilgari surilgan tashabbuslar, imkoniyatlar haqida so'z yuritildi. Bank mutasaddilari uchrashuv davomida yoshlarning fikr-mulohazalari, biznes g'oya va tashabbuslari, startap loyihalari bilan yaqindan tanishdilar. Tadbirkorlik qilish istagidagi yoshlarning taklif va tashabbuslari eshitilib, ularga bank imtiyozlari, imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Nodavlat ta'lim muassasasi rahbari uchrashuvda maktabimiz faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida Milliy bank aksiyadorlik jamiyatidan 1 milliard so'm kredit ajratishga amaliy yordam so'radik va murojaatnomamiz qabul bo'ldi. Bugungi uchrashuv tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish istagida bo'lgan yoshlar uchun bu juda ham bir qulay imkoniyat bo'ldi. Uchrashuv davomida Kelajakka qadam dasturidagi imtiyoz va yengilliklar haqida ham ma'lumotlar berildi. Muloqotda yoshlar o'zlarining biznes loyihalari, shuningdek tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha taklif va muammolarni o'rtaga tashlashdi. Kitoblik Zarina Kamolova umumiy ovqatlanish faoliyatini yo'lga qo'yish uchun 50 million so'm imtiyozli kredit so'radi. Bu masala ham joyida hal qilindi. Shahrisabz tumanilik Asila Ergashovaning ham tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish uchun imtiyozli kredit so'rab qilgan murojaati qo'llab-quvvatlandi. Prezidentimiz talaba yoshlar uchun juda ham keng imkoniyat yaratganlar. 15% kredit bu talabalar uchun o'zlarini ish o'rinlarini boshlash uchun, o'zlarini o'rnlarini topish uchun imkoniyat yaratdi. Kelajakka qadam loyihasi bo'yicha 1 milliard so'm kredit rasmiylashtirdik va uy mehmonxonasini yaratdik hamda 5 kishini ish bilan ta'minladik. Uchrashuv davomida talabalar tomonidan 63 ta murojaat va 35 ta taklif bildirildi. Talaba Invest kredit mahsuloti bo'yicha jami 42,5 milliard so'mlik 9 ta loyiha va tadbirkorlikka ilk qadam dasturi bo'yicha jami 1,4 milliard so'mlik 70 ta loyiha taqdim qilindi. Bundan tashqari Mening birinchi kasbim dasturining yo'lga qo'yilishi, mazkur dastur doirasida ham 21 milliard so'm resurs ajratilishi haqidagi ma'lumot ham yoshlarni mamnun qildi.